Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu Odamxo'rlar filmi. Yaxshi hayot ilinjida boy insonlarga xizmat qilishga bel bog'lagan oshpaz o'zi istamagan holda odam go'shtidan ovqat qilishga majbur bo'ldi. Videoni tomosha qilishdan oldin like bosishni va keyingi film qahramoni bo'lish uchun kommentariyada o'z ismingizni yozib qoldirishni unutmang. Kino olamidagi yanada qiziqroq yangiliklardan birinchilardan xabardor bo'lishni istasangiz, Instagram sahifamizga tashrif buyurishingiz mumkin. Biz esa boshladik. Kolumbiya aeroportiga kelgan Bunyod Rabbit unga haliyam yozayotganligini ko'radi. U bu mamlakatda qimorda yutqizgan pullarni to'lamaslik uchun qochib kelgandi. Unga qalin do'sti Sherdor o'z haydovchisini jo'natgan edi. Yo'l bo'yi haydovchi unga do'sti qoldirgan xabarni beradi. Uni o'zi kutib ola olmaganligi uchun uzr so'ragan Sherdor uy kalitini berib, o'zini o'z uyidagidek his qilishini aytgandi. Kechagina oshpazlik maktabida bitta roltinni zo'rg'a pishirgan do'sti bugun bosh oshpaz bo'lib shuncha boylik orttirganligini ko'rgan Bunyodning salgina keti achishadi va buni bosish uchun shirin tushlik tayyorlab, ovqatlanib biroz dam oladi. Tunda Sherdor ham yetib keladi va eski do'stlar achomlashib ko'rishishadi. Omadi kelmaganligini aytgan Bunyod kichik kafelarda ishlab yurganligini tan oladi. Sherdor esa o'z navbatida turli mamlakatlardan keladigan milliarderlarga maxsus taomlar tayyorlab berardi. U bu ishidan yaxshi pul topsa-da, bunday odamlarning ko'nglini topish ancha qiyin masala ekanligini aytadi. Ertasi kuni shahar aylangani chiqishadi. Bunyod shu yoshda ham unga ha deydigan ayolni uchratmaganligini, shu sabab uydagi televizordan boshqa darddoshi yo'qligini aytadi. Ular o'tirgan kafechadagi Dilnuraxon ular bilan qittak qilishga qaror qiladi. U oldin katta kompaniyada ishlagan emish, biroq ishdan bo'shab sayru sayohat qilishga qaror qilgan ekan. U ulardan qaysi biri zo'r oshpaz ekanligini bilmoqchiligini aytadi va uni uylariga taklif qilishadi. Ovqat tayyor bo'lgach, kim qaysi taomni tayyorlaganligini bilmasligi uchun Dilnurning ko'zlarini bog'lab qo'yishadi. Unga ikkala ovqat ham yoqadi, biroq Bunyodniki ko'proq yoqib qoladi. Shirin tushlikdan so'ng esa qittak otisharkan, ayol ancha yil oldin Bunyod Sherdorga qimmatbaho soatini yutqazib qo'yganligini bilib oladi. Sal turib desert ham tayyor bo'ladi, ammo qushchalarda tun uchun boshqa rejalar bor edi. Ertasi kuni Bunyod yana Rabbitdan xabar oladi. U qarzini qaytarishi uchun 3 kun vaqt borligini aks holda ortidan borishlarini aytib ogohlantiradi. Sherdor Dilnurni otelga borib qaytgach, Bunyod undan qanday qilib bunday natijalarga erishganligini so'raydi. U esa shunchaki omadi kelganligini aytadi. U ishga ketganidan so'ng notebookini ochiq qoldirganligini ko'rgan Bunyod uning bank hisobini tekshirib ko'radi va undagi deyarli 2 million yevroni ko'rib ko'zi chiqib ketay deydi. Tunda Sherdor pul topish uchun nochor odamlarni aldashga majbur ekanligini tushuntiradi. Bunyod esa do'stidan qarz so'rash uchun qulay paytni poylaydi, ammo jingalak soch bolalikdagi xotiralarni eslashdan u yog'iga o'tmaydi. Shu sabab u ham hozircha jim turishga qaror qiladi. Ertasi kuni tongda do'stini izlab chiqqan Bunyod u o'zini bu dunyodan udalit Nargisiga sahranit qilganligini ko'rib shokka tushadi. U oldiniga bundan xafa bo'ladi, biroq bu do'stining o'rnini egallash uchun yaxshi imkon ekanligini anglaydi. Uning tanasini xaltalagach, notebookning parolini buzib kiradi, biroq qayta yuklanish sabab bank akkaunti parollari ham o'chib ketdi. U parollarni tiklab berishlari uchun bankka qo'ng'iroq qiladi, biroq oldin shaxsini tasdiqlashi kerakligini ma'lum qilishadi. Bunyod qora bozordan qalbaki hujjat buyurtma qiladi, biroq u 3 kundan so'ng kelardi. Uning onasining suratini jo'natgan Rabbit uni o'ldirish bilan tahdid qiladi. Bunyod esa bir hafta kutsa pulni 2 hissa qilib qaytarishga so'z beradi. Ertasi kuni kafeda o'tirgan Bunyodga yana Rabbit qo'ng'iroq qilib tahdid qiladi. U unga yana ko'proq pul taklif qiladi, ammo bunga ko'nmagach, ilojsiz qolgan Bunyod do'stiga qo'ng'iroq qiladi. Ammo qimorvoz do'stidan zerikkan og'aynisi unga javob bermaydi. Uyga qaytgan Bunyod begona mashina turganligini ko'rib hayiqib qoladi. Ichkariga kirgach, Zulayxo va Sobirjonlarni uchratadi. Ular uni Sherdor deb hisoblashadi, sababi u bilan oldin ishlagan bo'lishsa-da, uni hali ko'rishmagan edi. Bunyod ham sir boy bermaydi va o'zini Sherdordek tutib, oldindagi boylar bazmiga qanday tayyorgarlik ko'rishni muhokama qilishadi. U avans berishlarini so'rashi bilan Zulayxo unga so'raganini o'tkazib beradi. Pulni olgan Bunyod nihoyat Rabbitdan qarzini uzib, yengil nafas oladi. Ular bazmni muhokama qilisharkan, Zulayxo uning hali ham masalliqlarni tanlamaganligidan hayron qoladi. Bundan so'ng mahalliy aholini kuzatgani shaharga chiqishadi va Zulayxo ularga 2 ta odam kerakligini aytadi. Qanday ishlarga aralashib qolganligini tushungan Bunyodning yuragi tovoniga tushib ketadi. Sherdorning bunday boyib ketganligining sababi u odamxo'r mijozlarga odam go'shtidan ovqat tayyorlab berardi. Uning qo'rquvdan ikkilanib qolganligini payqagan Zulayxo agar bazm chippakka chiqsa, agentlik uni ikkilanishsiz o'ldirishini aytib ogohlantiradi.
Bunyod esa bunga rozi bo'lishga majbur bo'ladi. Tunda u qochib ketishga urinadi, ammo Zulayho va Sobirjonlar uni ko'rib qolishadi. Zulayho unga agentlik shu darajada qudratliki, hatto qochishni uddalasa-da, baribir ham topib olishlarini tushuntiradi. Ertasi kuni u Sobirjon bilan odam ovlagani shaharga chiqadi. Ular buvi va nevaraning ortidan borishadi, biroq ko'p o'tmasdan ko'zdan qochirishadi. O'ktam ismli mashina ustasi ulardan nima kerakligini so'raydi va ular uni qurbon qilishga qaror qilishadi. Sobirjon mashinalari buzilib qolganligini aytadi va u mashina tagiga kirishi bilan to'pponchasini olib ajikuku deydi. Shu damda ular poylab kelgan ayollar o'zlari bilan politsiya olib kelishadi. Ofitser Husan ular nega ayollarni poylab kelganliklarini so'raydi. Sobirjon esa bu yerga ish izlab kelganliklarini aytib unga tashrif qog'ozini beradi va Husan ularni qo'yib yuboradi. Uyga qaytisharkan Bunyod faqat bitta odam ovlaganliklarini aytadi. Sobirjon esa politsiya ularni ko'rgan ekan, demak, boshqa odam ovlay olmasliklarini ta'kidlaydi. Uyga kelishgach, Zulayho ularni maxfiy yerto'laga olib tushadi va aynan shu yerda chopqilash ishlari boshlanadi. Zulayho jasadning tilini alohida saqlab qo'yishni tayinlaydi. Sababi unga alohida buyurtma tushgan ekan. Jasadni maydalab bo'lgan Bunyod dush qabul qilib, o'zini qo'lga olishga urinadi. Bundan so'ng unga kelgan pochtani ochib, qalbaki hujjatlari kelganligini ko'radi. Bunyod shu zahoti mashinaga o'tirib qochmoqchi bo'ladi, biroq yo'l bo'yi bog'bonlardan birini urib yuboradi. Uni ushlab olgan Sobirjon esa qochish bu o'lim bilan teng ekanligini aytadi. Agentlikdan faqat birgina oshpaz keta olgan edi. Bu ham agentlikning ruxsati bilan bo'lgandi. Bundan so'ng Zulayho xon bilan bazmga qanday ovqatlar tayyorlashni muhokama qilishadi. Tunda boy mijozlar kelishni boshlashadi, biroq ular bilan birga detektiv Muhriddin va politsiyachi Husanlar ham kelishadi. Ular O'ktamni izlab kelishgan edi. U detektivning jiyani edi. Guvohlar O'ktamni so'nggi bor ikkita muhojir bilan ko'rganliklarini aytishgan edi va Zulayho detektivni Bunyod bilan gaplashib olishga olib keladi. Uning bezovtalanib qolganligini ko'rgan Muhriddin unga suratni ko'rsatadi va Bunyod uni oldin ko'rmaganligini aytib ont ichadi. Husan oshxonadagi ovqat hidi ancha boshqacha ekanligini payqaydi. Muhriddin Sobirjon bilan ham gaplashib olishni istaydi va Zulayho qolib ovqatlanib olishni taklif qiladi. Telefoni quvvati tugaganligini ko'rgan Muhriddin uni quvvatga qo'yadi. Aslida O'ktamning go'shtini yeyotganliklaridan bexabar erkaklar Bunyodning oshpazlik talantiga tan berishadi. Zulayho mehmonlarga politsiya kelganligini va yolg'on ishlatishlarini tayinlaydi. Ko'p o'tmasdan Sobirjon ham keladi va Muhriddin uni so'roq qilarkan, u ham uni oldin ko'rmaganligini aytadi. Muhriddin bu shaharda har 9 oyda bir yoki 2 ta odam g'oyib bo'lishini, ularning oila a'zolari esa ko'p o'tmasdan ular yaxshi hayot izlab chetga chiqib ketganliklari haqidagi xabarlarni olishlarini ma'lum qiladi. Shunda ham nimadandir shubhalangan Muhriddin mehmonlar bilan suhbatlashib ko'rishga qaror qiladi. Ular O'ktamni tanimasliklarini va bu mamlakatga bugun ertalab kelganliklarini aytishadi. Muhriddin endi ketmoqchi bo'lganida mehmonlardan biri unga ular bilan tushlik qilishni taklif qiladi. U rozi bo'ladi, ammo boshqa ishlari chiqqan Husan ketadi. Zulayho mehmonni bir chetga olib unga tanbeh beradi, biroq tavakkalni yoqtirishini aytgan mehmon barchasi nazorati ostida ekanligini ta'kidlaydi. Shu damda orqa eshikdan kirib kelgan Dilnur Sherdorni ko'rmoqchiligini aytadi. Uni oshxonaga olib kelgan Zulayho Bunyoddan undan xolos bo'lishni so'raydi. U ketganidan so'ng Dilnur undan nega bu ayol uni Sherdor deb ataganligini so'raydi. Bunyod esa Sherdor Buyuk Britaniyaga ketganligi sabab uning o'rnini egallashga majbur bo'lganligini aytadi. Tasodifan idishdagi qonni ko'rib qolgan Dilnur undan yana Sherdor haqida so'raydi, biroq shunday ham tayinli javob olmagach, ketmoqchi bo'ladi, biroq uning qo'lida Sherdor hech qanaqasiga unga bermoqchi bo'lmagan soatini ko'rib qoladi. U bundan juda xavotirga tushib, u yerdan ketmoqchi bo'lganida Zulayho buni payqab qoladi va ortidan Sobirjonni jo'natadi. Uning mashinasi buzilib qolganligini ko'rgan Sobirjon esa uni o'zi otelga kuzatib qo'yishni taklif qiladi. Bu vaqtda Bunyod Zulayhodan agentlikdan ketgan yagona oshpaz haqida so'raydi. U esa bu barcha ishchilarga aytiladigan yolg'onlar ekanligini va u oshpazning o'zi kechki ovqatlardan biriga taom bo'lganligini ta'kidlaydi. Navbatdagi taomni tortishganlarda Muhriddin go'shtning juda mazaliligidan hayratga tushadi. Mehmonlar esa uni zavq bilan kuzatishadi. Bundan so'ng Bunyodni chaqirib uni olqishlashadi. Muhriddin undan bu nimaning go'shti ekanligini so'raganida, asabiylashgan Bunyod buning cho'chqa go'shti ekanligini aytadi, biroq u bunga ishonmaydi va mehmonlardan biri qo'ligul oshpaz istagan taomni yangiday tayyorlay olishi mumkinligini aytadi. Ayni damda Sobirjonni kutishdan charchagan Dilnur kirib kelib, taksi chaqirib berishlarini so'raydi. Zulayho undan kimidir bor yoki yo'qligini so'raganida u butun dunyo bo'ylab yolg'iz sayr qilayotganligini aytadi. Bu esa ular uchun tayyor go'sht degani edi. Birozdan so'ng tilli desertni tortishadi va Bunyod Muhriddinga chekkaroq
Iroqda uchrashib olishni so'ragan xatini beradi. Bunyod unga barchasini so'zlab bergach, Muhriddinning yuragi buni ko'tara olmaydi. Bundan so'ng o'zini ketayotganday ko'rsatgan Muhriddin hovlini aylanib o'tib, Bunyodning ortidan maxfiy yerto'laga tushadi. Bunyod esa unga Dilnurning jasadi-yu O'ktamning boshini ko'rsatadi. Telefonini quvvatlantirishga qoldirganligini eslagan Muhriddin Husanga qo'ng'iroq qila olmaydi. Biroq raqamini yoddan bilmagach, Bunyodnikidan ham qo'ng'iroq qila olmaydi va uning telefonini olib kelishini kutishga qaror qiladi. Ko'p o'tmasdan mehmonlar ham ketishga shaylanishadi. Sobirjon undan bog'da nima qilganligini so'raganida u shunchaki chekkani chiqqanligini aytadi. U telefon oldiga ketishi bilan yerto'laga tushgan Sobirjon benzopila bilan Muhriddinni o'ldiradi. Bunyod ortiga qaytgach, unga jasadlarni bo'laklash kerakligini aytadi. Ayni damda Zulayxoxon qurbonlari oilasiga ularning nomidan mamlakatdan chiqib ketganliklari haqida xabar yozadi. Ertasi kuni u Bunyodga mehmonlar uning taomlarini juda yoqtirib qolganliklarini aytadi. Shunday ekan, endilikda u bunday bazmlarda tez-tez qatnashib turishga majbur bo'ladi. Kutilmaganda Sobirjon unga GPS o'rnatilgan chipni tiqib qo'yadi. Zulayxo oldingi chip ishdan chiqqanligini, biroq u o'rnatilgan odam o'lmaguncha ishlashi kerak bo'lganligini aytadi. Endi ham noiloj qolgan Bunyod bir oydan so'ng navbatdagi bazmda qatnashgani Afrikada uchrashishga rozi bo'ladi. Ketishdan oldin esa Sherdorning mashinasini yoqib yuborishadi. Aeroportda samolyoti kelishini kutib o'tirgan Bunyodning oldiga kelgan qandaydir odam undan nima ish qilishini so'raganida, u boy insonlarning uylariga borib, ularga shirin ovqat pishirib berishini aytadi. U esa buni orzudagi ish deb ataydi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.